Polikonon jangi va Iznikning qamal qilinishi. Polikonon maydon jangi va Iznikning fathi. O'rxon G'oziy otasi va bobosi ochgan fath yo'lida ikkilanmay odimlab borar edi. U fathda ustuvorlikni xuddi otasi kabi strategik ahamiyatga ega hududlarga qaratdi. Bursani poytaxt qilgach, hali yosh bola o'g'il bo'lgan Murodni kelajakdagi Xudoyondigor noib nazorati ostida qoldirib, asosiy maqsad markazida turgan Iznik ustiga yurish boshladi. Ushbu shahar masihiylik, xristianlik olamining qalbi edi. Qolaversa 1204-yildan 1261-yilgacha Vizantiyaga poytaxtlik qilgan edi. O'rxon G'oziy Iznikni egallab, Xo'jayli yarimorolning kirish qismini yopib qo'ymoqchi va Iznik ko'lga hukmron bo'lmoqchi edi. O'sha davrda Iznik ko'lga egalik qilgan kuch qarshisida Iznik qo'ltig'i va Xo'jayli yarimorol to'liq ochilardi. Qamalning boshlanishi. Iznik qamalning aynan qaysi sanada boshlangani aniqlash oson emas. 1303-yilda qamal boshlangani va qisqa tanaffuslar bilan 28 yil davom etgani haqida rivoyatlar bor. Ehtimol Usmonli akinchilarining Iznik atrofida tez-tez uyushtirgan yurishlarini tarixchilar qamal sifatida baholagan bo'lsa kerak. Asl tizimli qamal fathdan 2 yil oldin boshlangan deb qabul qilish to'g'riroq bo'ladi. Vizantiya manbalariga ko'ra O'rxon G'oziy Iznik fathidan oldin Vizantiya bilan bo'lgan Polikonon jangida shaxsan o'zi ishtirok etgan. Qamal davom etayotgan bir paytda Vizantiya imperatori 3-Andronikos Trakiya, Dimetoga va Edirnani to'play olgancha askar to'plab shoshilinch ravishda Uskudarga o'tdi. Tarixchi Hammerning yozishicha, ular 4 kunlik masofani 2 kunda bosib o'tib, Polikononda qarorgoh qurishdi. Yo'lning o'ta og'ir kechganiga qaraganda askarlar xohishsiz va qo'rquv ichida bo'lgan. Yoxud imperator bu safarga ma'lum majburlashlar ortidan chiqqan edi. Shu bois ishni juda sekinlashtirgan. Go'yoki u O'rxon G'oziyning bu yurishdan xabar topib, ortga chekilishni xohlayotgandek edi. Harbiy hiylalar va to'qnashuvlar. O'rxon G'oziyning harbiy taktikasi O'rxon askarlarini tog'lar orasiga joylashtirib, bir qismini vodiyda yashirdi. Eng mohir kamonchi otliqlardan 300 tasini hujumni boshlashga safarbar qildi. Bu buyruq juda foydali bo'lib chiqdi, chunki imperatorning askarlari keng tekisliklarda yoyilib yurgandi va ularni o'ylash juda oson edi. O'rxonning askarlari esa tog'li va chuqurliklar bilan o'ralgan hududlarga joylashgandi. O'rxon 8000 kishilik qo'shindan 1000 tasini o'ng qanotga, 1000 tasini chap qanotga joylashtirdi, 1000 tasini esa markazga joylashtirdi. Qolganlarini esa tog' ortiga yashirdi. Ular aslo bevosita jangga kirmaslik, kamondan o'q otib qochayotgandek ko'rinishi. O'qchilarni ta'qib qilishga tushgan dushmanning ustiga to'satdan tashlanishi kerak edi. Birinchi to'qnashuv shubhali ma'lumotlar. Imperator tog'lardan 300 kishining tushayotganini ko'rgach, o'z armiyasidan o'shancha askar tanlab, buyuk gvardiya qo'mondoni qo'l ostida yubordi. Ushbu to'qnashuvlar turklardan 40 kishi halok bo'ldi. Rimliklardan esa birortasi ham kishi o'lmadi. Faqat bir nechasi og'ir yaralandi. Ushbu g'alati hikoyaga hatto Hammer ham ishonmagan bo'lsa kerak. U Kanta Kuzenosning o'z millati va imperatorni himoya qilishga urinayotganini ta'kidlaydi. Do'stlarning shon-shuhratini va Andronikosning qadr-qimmatini yuksaltirish uchun qancha harakat qilmasin, ushbu jang taktikasi haqida uning shaxsan o'zi bergan ma'lumotlar uni maqtanchoqlikni ochiqchasiga rad etdi, deydi u. Usmonli tarixchilar tilga olishga arzigulik deb topmagan ushbu jang xususida xorijiy manbalarda kelgan har qanday baholashlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim. Ayniqsa bizga qarshi bo'lgan masalalar aslo mutlaq haqiqat deb qabul qilinmasligi kerak. Chunki ularning barchasida diniy, milliy andishalar va turklarga nisbatan g'arazli salbiy qarshiliklarning soyasi bor. Polikonon jangining yakuni, jang maydonidagi vahima va dushmanning qochishi. Imperator oyog'idan yaralanib jang maydonini tark etdi. Jonini qutqarish uchun sohildagi kemasiga qochgach, Vizantiya armiyasi tartibsizlik va vahima boshlandi. Imperator o'ldi. Endi kim uchun jang qilamiz degan e'tirozlar ko'tarildi. Vahima butunlay mag'lubiyatga aylandi. Ayni shu vaqtda O'rxon G'oziy ham vaqtni to'g'rilab hisobga oldi. Umumiy hujumga o'tish buyrug'ini berdi. Bo'ron kabi dushman ichiga bostirib kirgan fidoyi g'oziylar dushmanlarni sarosimaga battar kuchaytirdilar. Imperatorni qo'lga olishga oz qolgandi. Biroq o'z armiyasini mag'lubiyatga qoldirib qochishni o'z amali uchun mashg'ul qilgan imperator allaqachon kemadan tayyorlab qochib ketgandi. O'rxon G'oziy askarlarni ortga chekdi. Kemalar bo'lmagan sababli imperatorni ta'qib qilish imkonidan mahrum edi. Iznikni qutqarish kelganlar modomiki najotni qochishdan ko'rishgan ekan, mayli qochsin deb hisobladi. Qanday bo'lmasin navbat Konstantinopolga ham keladi. O'shanda qochishga kema ham topisha olmaydi dedi. Biroq nima bo'lganda ham imperator kemalari qirg'oqqa yaqinlashgach va O'rxon G'oziyning ortga chekinayotganini ko'rgach, yana jasoratlandi. Askarlarni yig'ib tartibga solgach 4 ta bo'linmaga ajratdi. Ushbu bo'linmalardan biri Xritsionga, birini Floroklenga, yana birini esa eski Hisarga yo'nalishlarga jo'natdi. 4-chi guruhni o'zi bilan olib Tashanjiga qaytdi.
Iznik shahrining taslim bo'lishi, imperator qarorgohining egallanishi O'rxan G'oziy sohil bo'yida faqat 400 chog'li askar qoldirgan edi. Ular dushmanning harakatlanishini kuzatib turishardi. Vizantiya armiyasi tartibsizlik hukm surayotganini ko'rgach, ushbu askarlar 100 kishilik ikki guruhga bo'lindi. Ushbu 200 kishilik Kuchukaddi Kuzemiz kabi vizantiyalik tarixchilarning o'zi ham tan olishga majbur bo'lgandek, Vizantiya imperatorining chodirlari va dabdabali joylari bilan birga otlab turgan qarorgohni egalladi. Qolgan qochqinlarni esa Filokrenagacha quvib bordi. Shahar aholisining umidsizligi va taslim bo'lish shartlari O'rxan G'oziy o'z fidoyilari va safdoshlari bilan Iznik devorlari ostida qayta ko'ringach, shahar aholisining bor umidi so'ndi. Endi qutulishga yo'li yo'q. Imperator ham mag'lub bo'lgandan keyin bizni qanday dosh beramiz deyishardi. Ular holdan toygan edilar. O'rxan G'oziyning qamal taktikasi shaharni har qanday tashqi aloqadan uzib qo'ygandi. Hech kim shahardan tashqariga chiqa olmas. Atrof maydonlar, qishloqlar allaqachon O'rxan G'oziyning qo'liga o'tgan edi. O'rxan G'oziy Iznik atrofini fath etib, g'oziylarga mulk qilib bergan edi. Fath uchun boshqa yo'l ham yo'q edi. O'sha davr harbiy texnikasi qala devorlarini vayron qiladigan darajada emasdi. Yagona chora xuddi Bursada bo'lgani kabi shaharlarni to'liq yakkalab qo'yish va o'z-o'zidan taslim bo'lishga majbur qilish edi. Sahifada yozilishicha, shaharga kuch bilan kirishning ham yo'li topilishi mumkin edi. Biroq O'rxan G'oziyning qat'iyati, sabri va donoligi bunga yo'l qo'ymadi. U inson hayotiga o'ta yuqori baho bergani sababli bunga jur'at etmadi va kutishni afzal bildi. Shahar xuddi pishgan meva kabi uning kaftiga kelib tushdi. Nihoyat ochlikdan silsilasi qurgan shahar aholisi rahbarlar qistay boshladi. Shahar hokimlari jonlariga omonlik berilishi va o'zlariga tegmasdan Konstantinopolga ketishlariga ruxsat berilgan taqdirda shahar taslim qilishlarini aytishdi. O'rxan G'oziyga hayot yuborib o'z shartlarini bildirishdi. Biz bilan sulh tuzing. Bizga zarar yetkazmang. Ketadiganlarimiz ketsin, qoladiganlarimiz qolsin. Qalani sizga taslim etaylik. O'rxan G'oziy kengashdan so'ng o'z qarorini bildirdi. Hech kimga qasdimiz yo'q. Xohlagan ketadi, xohlagan qoladi. Qolganlar bizning fuqaromiz bo'ladi. Ularning moli va joni omonlikda va himoyamiz ostida bo'ladi. Fathdan keyingi adolat va munosabatlar, shahar kirishi va g'olibning saxovati. Shahar darvozalarini ochdi. O'rxan G'oziy yigitlar bilan birga ichkari kirdi. Xotin darhol Ayo Sofiya ibodatxonasi hovlisiga burdi. Ichkarini haykallardan tozalatib shukr namozi o'qidi va duo qildi. Keyin Iznik takfuri hokimi bilan uchrashdi. Uning Konstantinopol ketish istagini bilgach, unga cheksiz ehtirom ko'rsatib kemagacha kuzatib qo'ydi. Muzaffar podshoh kechirimlilik g'alabaning zakotidir degan so'zni yozib unga omonlik berdi. Mahalliy va xorijiy manbalarga ko'ra, Iznik aholisidan juda oz qismi Konstantinopolga ketgan. Mutlaq ko'pchiligi esa O'rxan G'oziyning aborati va go'zal boshqaruvidan panoh topganliklarini yakdillik bilan e'tirof etganlar.